ko'p o'ylayapsiz. Bu narsadan chiqib keting, yaxshi narsalar o'ylang, yaxshi bo'lib ketasiz. Sizdan battar kasal yaxshi bo'lgan degan ekan, ancha o'zimga keldim. Faqat endi yaxshilik kutyapman-da. Yursam bo'ldi. Qachon bo'lsa ham, mayli sekin bo'lsa ham yursam bo'ldi. Unda Artroplasdan zakaz qilinglar. Hozir qarang, Angolife skidkada, original skidkada, sensatsion skidkada. Qanaqa skidka ularga endi? Arzon qilganda narxini skidka qilgan. 280 minglik mahsulotlar 228 ming bo'lgan. Sensatsiya demak 560 minglik sensatsiyamiz narxi 392 ming adashmasam. 392 mi Xulkan? Necha pul bilan urdinglar? 392, 30% skidkada. 392. Men katta konvert olmoqchi, ana 8 millionlikni olmoqchi edim, bir partiya to'liq. O'shani amasam dedim, nima bo'ladi. Men uch qoshiqdan ichsam, tez tugasa kerak, ichib ko'ray, qani uch qoshiqdan qanday natija bo'ladi. Xudo xolasa. Shu eng birinchi o'chirib qabziyat yaxshi bo'lsa, boshqa kasallar ham ichak narsangiz joyiga borib tushadi-da. Qabziyat bo'lgandan keyin dorilar ham befoyda. Malhamlar ham. Shuni yo'lga qo'yolmayman. Mayli, Gulaxon, vaqtingizni olmaysiz, dars o'tishingiz kerak. Darsni boshlaylik bo'lmasa. Mayli, rahmat maslahatlaringiz uchun, sog' bo'lasiz, ishlaringizga omad. Charchamang. Rahmat. Eshitilyaptimi? Eshitilibdi. Men eshitilmayapman, tushunmayapman, aylanib qoldi-da. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Assalomu alaykum, Gulapa. Assalomu alaykum. Yo'q, normal eshitilyapti. Telefonim ana internet aylanib qolganda eshitilmayaptimi, eshitilyaptimi, tushunmayapman o'zim. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech, xayrli oqshom. Bugungi taqdimotimiz boshladik. O'sha 8:30 bo'lib qolibdi. Bugungi taqdimotimiz Vertera kompaniyasini taqdimoti bo'ladi. Har kungi gaplarimni yana boshqatdan boshlayman va takrorlayman. Vertera
o'zi qanaqa kompaniya Verte hayotingizni varag'ini ikkinchi tomonini mamdek qilib qadimda mana bu joyga Verte deb yozilgan bo'ladi. O'shani mamdek qilib o'girib ochish, yangi sahifasini ochish Vertera deyilgan. Ra bu dengizni va daryolarni qadimgi nomi bo'lgan, o'shani Vertera deb qo'yilgan. Endi Vertera kompaniyasi o'zi 2005-yilda tashkil topgan va 2015-yilgacha o'zini mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri sotish bilan shug'ullangan. Ya'ni mahsulotni shunchaki mana tarmoqli marketing emas, shunday o'zini to'g'ridan-to'g'ri sotilgan. 2015-yilga kelib kompaniya o'zini mahsulotlarini tarmoqli marketing tuzib, o'sha Vertera brendini olib, o'sha brend orqali mahsulotlarini 54 ta davlatda hozirgi paytda sotishni boshlagan va har bir davlatda o'zini rasmiy vakolatxonalarini ochgan va shu vakolatxonalar orqali mahsulotlar qonuniy har bir davlatga kirib boradi va sotiladi. Bu qanaqa mahsulot? Bu mahsulot eko mahsulot sanaladi. 100% tabiiy eko mahsulot, shuning uchun buni даже sroklari, mahsulotning sroklari e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, kim olgan bo'lsa 6 oy gellarni sroki, детский питаниямizning sroki 1 yil, Sensation mahsulotimizning sroki 3 yilgacha, 2,5 yil, 3 yilgacha ichsa bo'ladi. Bu asosan eko mahsulot, ya'ni biz O'zbekistonga pitaniya, ovqat, oziq-ovqat bo'lib kirib kelgan va Rossiyani o'zida ham, boshqa davlatlarda ham registratsiyasi shunaqa bo'lib kirgan davlatlarga. Bu ovqat, bu dori emas, bu prosta bizni to'g'ri ovqatimiz. Nimani yeyishimiz kerak, bizni hujayramiz nimani so'rayapti, o'sha so'ragan ovqati aynan o'sha laminariyaning tarkibida bor. Kompaniya o'zi nima ishlab chiqaradi? Laminariya Kareliya shahrida, Rossiyada bu Kareliya shahrida aholi yashamaydi. Zavod, fabrika yo'q. Undan tashqari mashinalar yurmaydigan, ishlab chiqarish yo'q joyda Oq dengizni tubida o'sadi. Va bu o'simlikni hech kim yetishtirmaydi. Hech kim misol uchun uni ko'paytirmaydi. Bu Alloh tomonidan berilgan mo'jizaviy o'simlik. Ana shu o'simlik, demak, kompaniyani o'zini ishchilari tomonidan teriladi. Bu o'simlikni har doim terishmaydi, o'zini terish vaqti bor. Bu o'simlik qo'l mehnati bilan teriladi. Chunki buni borib yoki qanaqadir apparat bilan yoki deylik boshqa biron mashinkalar bilan terganda uni deylik o'sha tergan joyi, kesilgan joyidan qayta o'smasligi mumkin. Uni o'zi videosini ko'rganda rosa qiziq, ya'ni o'zini qo'l mehnati grablik o'xshagan bitta uskuna bilan shunday sekin tortib olishadi va bu oddiy qilib aytganda dengiz karami deyiladi yoki dengiz jigarrang suv o'ti deyiladi. Ruschasiga Morskiy бурый водоросли deyiladi. Mana shunday o'simlik bizni kompaniyamiz tomonidan terib olinadi va o'zini zavodi, biomedical zavodi bor, o'zini laboratoriyasi bor, o'zini ishlab chiqarishlari bor. O'sha zavodlar bitta emas, hozirgi paytda 3 ta bo'lgan. O'sha zavodlarga olib kelinadi va qayta ishlanadi. O'sha laminariyani agar o'zini ko'radigan bo'lsangiz, uzun, juda uzun, rangi yashil emas, yashil bilan o'sha jigarrang aralashgan rang, ustki qatlami juda ham qattiq bo'ladi. Ana shu qattiq qismini kompaniya o'zini texnologiyasida olib, maydalab, yumshoq qilib, o'shani aynan plazmasini chiqaradi va insonni plazmasi bilan bular tekshirib ko'rishganda olimlar, aynan kompaniyaning prezidenti Anatoliy Anatolovich Xitrov o'zi ham olim odam, bioximik. Buni tekshirishganida insonni qonini plazmasiga 97,5% to'g'ri kelgan. Shuning uchun mahsulotni iste'mol qilganimizga bizga 99% gacha so'rilib borishi isbotlangan. Ya'ni Moskvadagi Sechinskiy universitetida
domlalari, yuqori reytingli domla, akademiklar, professorlar orqali bular hammasi klinik испытание qilingan va buni samaradorligi isbotlangan. Mana shunday kuchli laminariya hozirgi paytda kompaniya Vertera kompaniyasi tomonidan terib olinib, undan 3 xil ko'rinishda mahsulot tayyorlanadi. Birinchi ko'rinishi gel, ikkinchi ko'rinishi pyure, uchinchi ko'rinishda kapsula yoki parashok holatidagi mahsulotlar. Endi asosan o'sha gel ko'rinishidagi mahsulot klinik испытание qilingani uchun buni bazaviy dastur qilib tayyorlashgan. Har bir inson qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, u jiddiy kasal bo'ladimi, profilaktika uchun ichadimi yoki deylik shunchaki biron joyisini очистка qilish uchun ichadimi, baribir o'sha mahsulot 4 ta bazaviy gel tayyorlangan. Biz shu 4 ta bazaviy gelni qanaqa kasallik oldimizga misol uchun keldi, men nima ichay degan savol bergan taqdirda ham biz baribir shu 4 ta bazaviy gelni beramiz. Men обучениеga borgan paytimda aynan shu bazaviy gel haqida gapirildi va shu bazaviy geldan insonlarda, bizga o'xshagan insonlarda buni klinik испытание qilib tekshirganligi haqida juda ko'p ma'ruza qilindi. Biz bilamiz, har bir dori ishlab chiqarilganda, masalan, aptechniy farma dorilar ishlab chiqarilganda quyonchalarda yoki deylik tishqonchalarda tajriba qilinadi. Qani bu qanchalik o'shanga ta'sir qiladi yoki qanaqa salbiy xususiyatlari bor, bu hammasi ko'riladi. Chunki insonlarda qilinmaydi, agar u salbiy misol oqibatlarga olib kelib, insonga yomon ta'sir qilishi mumkin. Lekin biz aynan o'sha mahsulot ozuqa bo'lgani uchun laminariya insonga juda ham kerakli hamma mikro-makro elementni berishini o'rganib chiqishgani uchun hozir bu mahsulotni aynan insonlarda klinik tekshiruv qilingan tajribasi bizga o'xshagan insonlarda bo'lgan va bundan hech qanaqa pobochka, ya'ni yomon ta'sir qiladigan tomoni topilmagan, faqatgina yaxshi tomonga o'zgarish bo'lgan. Shuning uchun hozir 7 ta yo'nalish bo'yicha sertifikat berilgan. Bu o'sha klinik tekshiruvdan o'tdi degan sertifikatlar berilgan. Qanaqa yo'nalish? Birinchi yo'nalish bu oshqozon, ichak trakti kasalliklari. Bunga misol uchun sizni oshqozoningizda deylik ovqat yaxshi hazm bo'lmasligi yoki deylik jigaringizda qanaqadir muammo bor yoki o't xaltangizda deylik bo'yinchasi qiyshaygan, dimlanib qolyapti, o'sha chiqadigani chiqmay qolyapti yoki deylik kekirish bor yoki deylik ovqat hazm bo'lmayapti, qorin damlashi bor, bular hammasi kiradi. Ya'ni bular hammasi klinik tekshiruv qilingan. Ikkinchi yo'nalish yurak qon tomir kasalliklari. Yurak qon tomir kasalligida aynan buni tekshiruv qilishganda qonda suyulishi, quyuq qonni suyulishi, qondagi deylik yig'ilib qolgan quyqalar yoki tromblarni erishi, undan keyin miyada qon aylanishini yaxshilanishi uchun qonni anaqa suyulishi sababi evaziga miyada qon aylanishi yaxshilanishi va yurakda misol uchun qanaqadir agar kasalliklar bo'lsa, unda ham o'zgarishlar borligi, daji stent qo'ygan bemorlarda ham juda ko'p natija qilishgan, aynan bu mahsulot bilan klinik tekshiruv qilishgan va natija qilishgan. Uchinchi yo'nalish bu endokrinologiya, halqonsimon bez kasalliklari, yod yetishmovchiligidan kelib chiqadigan har xil o'sha kasalliklar, buqoqlar yoki deylik oshqozon osti bezi kasalliklaridan kelib chiqadigan qandli diabet kasalliklari, bular hammasi endokrinologiyaga kiradi. Keyin 4-chi yana bir yo'nalishimiz bu ginekologiya, ayollar kasalliklari. Ayollar kasallikda ham juda ko'p turlari bor. Kimnidir mioma qiynaydi, kimnidir deylik mastopatiya bo'lishi mumkin, kistalar bo'ladi yoki deylik o'sha qanaqadir shamollashlar, farzandsizlik, o'sha hammasi demak ayollar ginekologiya kasalliklariga qarashli bo'lgan hamma kasalliklar demak tekshiruvdan o'tgan. Endi urologiya va erkaklar kasalliklari, bunga bepushtlik, farzandsizlikdan qiynalayotgan, misol uchun spermani protsenti yetishmayapti, tushib ketgan, shu uchun farzandlik bo'lyapti, bepushtlik, birinchi, ikkilamchi bepushtliklar daji
natija qilingan. Bolalar kasalliklari, asab tizimi kasalliklari, biz bilamiz, asab tizimi kasalliklari ham juda turi ko'p. Mana shular hammasi 7 yo'nalish, hozir sizga sanab o'tgan 7 yo'nalish bo'yicha klinik tekshiruv qilingan. İnsonlarda natijalar zo'r qilingan. Shuning uchun buni juda chiroyli qilib bizga ma'ruza qilib 8 kun davomida dars qilib o'tib berishgan. Endi mana shu bazaviy dasturda demak 4 gel, o'sha aynan gelni nima uchun bazaviy dastur qilib birinchi berish uchun tayyorlangan bu. Sababi buni o'sha klinik tekshiruv qilishganda natija kapsula yoki deylik tabletka yoki pyure ko'rinishidagi mahsulotlarga nisbatan gelda tezroq natija chiqarishgan. Ya'ni natija tezroq bo'lgan. Endi gel bu laminariyaning o'z tarkibida nima bor? Birinchi o'rinda 140 xil mikro makro element. Bunga nima kiradi? Misol uchun temir moddasi sizga kerakmi? Bor. Agar kamqonlik bo'lsa, sizda demak gemoglobinni masalan gel ichganingizdan keyin, bir oy davomida ichganingizdan keyin gemoglobiningizni tekshirishingiz mumkin. Ancha ko'tariladi. Kalsiy yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Sizda kaliy yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Yurakka magniy sizga kerakdir, omega kerakdir, 3mi, 6mi yoki vitamin A guruhi, B guruhi, C guruhi yoki deylik K vitamini, ishqilib turi juda ko'p. O'sha Mendeleyev jadvalidagi hamma o'sha elementlar hammasi demak 140 xil plus, yana 140 plus mikro makro elementlar laminariyaning tarkibida bor. Eng asosiysi buni tarkibida yod bor. Shuning uchun mahsulotni o'zi nomi ham jigarrang suviti, yod bor buni tarkibida. Bizga birinchi o'rinda organizmimiz uchun kerakli narsa bu yod, chunki yod yetishmovchiligi 100 dan ziyod kasallikni insonni organizmida misol uchun qo'zg'atib, mana kasallik olib keladi. 100 dan ziyod. Biz o'ylaymizki, yod yetishmasa faqat o'sha bizda zob bo'lishi mumkin yoki tugunchalar bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz. Bizni fikrimiz shunaqa, lekin aynan o'sha yod yetishmovchiligidan ayollarda juda ko'p kasalliklar, даже o'sha bepushtliklar ham aynan yod yetishmovchiligidan kelib chiqayotganini zo'r dars qilib gapirishgan. Bolalardagi kasalliklar, erkaklardagi kasalliklar, umuman mana 100 dan ziyod deganda juda ko'p kasalliklar haqida gapirilgan. Endi o'sha yod yetishmovchiligida agar biz bu laminariyani iste'mol qilsak, demak birinchi o'rinda qalqonsimon bez ishlashni boshlaydi, yaxshi ishlashni boshlaydi. Gormonlar to'g'ri normada bo'ladi, tushib ham ketmaydi, ko'payib ham ketmaydi. Chunki bu mahsulotni gomeo food qilib, ya'ni mana shu tarzda tayyorlangan, texnologiyasi shunaqa. Insonni gomeostazida har bir insonni gomeostazi to'g'ri ishlashi uchun mahsulot kirgandan keyin o'zini o'zi regulyatsiya qiladi. Agar sizda deylik organizmingizda yod ko'proq bo'lsa, agar siz bu mahsulotni iste'mol qilsangiz, yodlik mahsulotni o'zi kirgandan keyin sizda organizmingiz 8 soat davomida turadi. Undan keyin turmaydi. Keragi faqat qoladi, keraksizi chiqib ketadi. Nafaqat yod, boshqa aytib o'tgan moddalar hammasi 140 xil haqida gapirdimmi yoki undan boshqa hozir gapirib o'taman moddalar. Bular hammasi siz organizmingizga kirgandan keyin 8 soat ichida keraklilari sizni hujayrangizda yetmagan joyiga kiradi va keraksizi chiqib ketadi. Mana shunday kuchli texnologiya, mana shunday zo'r texnologiya bilan tayyorlangan bu mahsulot aynan o'sha gomeostazda regulyatsiya qilib, keragini berib, keraksizini chiqaradi. Shuning uchun mahsulotni iste'mol qilgan paytingizda menda yod ko'proq edi yoki meni o'zi kalsiyim ko'proq edi yoki meni qonim normada degan agar sizda nimadir shunaqa gaplar qiynaydigan bo'lsa, bunga e'tibor qilmang, bemalol iste'mol qilish mumkin, chunki aynan yod ko'pligi bir xil aytyapti bu gapni, menda o'zi yod ko'p-ku deb. Ayniqsa shu savollar bo'lib o'tgan darsda yod ko'p bo'lsa, gormon baland bo'lsa, bu mahsulot tarkibi o'zi yoddan iborat bo'lsa, buni berish mumkin emasmi degan savolga berish mumkin deyilgan. Hali aytganimdek gapda hozir nima aytgan bo'lsam, keragi qoladi, keraksiz chiqib ketadi. Temboli bu organik yod.
organika bilan noorganik yodni farqi bor. Organik yod ana shunaqa o'zini keragini tashlab keraksiz chiqadigan bo'lsa, noorganik biz misol uchun aptekadan yodamarin yoki yodid yo boshqalarini olib chiqadigan bo'lsak, birinchi o'rinda biz qancha kerakligini bilmaymiz. Doza taxminiy beriladi. Demak, siz olganingizdan keyin sizda deylik buqoqlaringizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, deylik zob so'rilib ketmaydi, buqoq tugunchalar so'rilib ketmaydi yoki deylik boshqa kasalliklar o'sha yod yetishmasligi orqasidan kelib chiqqan boshqa kasalliklar ham yo'qolmaydi. Umuman olib qaraganda siz holatingizda o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun bu mahsulotni iste'mol qilganingizda bu organika bo'lgani uchun juda joyiga kirib, berib, ozuqasini chiqib ketaveradi. Endi undan tashqari buni tarkibida fukus degan modda bor. Bu ham o'simlik, bu ham dengiz o'simligi. Buni asosiy anaqa xizmat biz organizmimiz uchun qiladigan xizmati hujayramizni yangilab berish. Ya'ni bizni hujayramiz o'zi vaqti bilan yangilanib turadi. O'sha yangilanishda yordam beradi, tezlashtiradi yangilanishni. Shuning uchun qarish jarayoni sekinlashishi aynan o'sha fokusni xizmati. Undan keyingi yana bitta modda bor, bu Fukaidan aynan onkologiyada ishlatiladi. So'riltiruvchi protevo-onkologiya, ya'ni onkologiyaga qarshi kurashuvchi modda sanaladi. Onkologiyani ham yaxshi, yomon turlari bor, biz bilamiz. Yomon turimi farqi yo'q, yaxshi turimi o'zi onkologiyani misol uchun yaxshi turi ham bo'lmaydi. Misol uchun o'sha biz ayollarimizdan miomani oladigan bo'lsak, bu yomon anaqa rak kasalligi emas, onkologiya emas, lekin baribir o'sha bizni organizmimizga yot narsa, kerakmas narsa. Demak, biz o'shani iste'mol qilganimizda gellarni aynan o'shani so'rilishiga Fukaidan zo'r yordam beradi. Yana undan tashqari, Fukaidandan tashqari qarang, betulin va arabinogalaktan degan, bu ham aynan onkologiya bilan kurashuvchi modda. Ana shunday kuchli 3 ta antioksidant tozalovchi 3 ta shunaqa kuchli modda qo'shilgan demoqchiman. Undan tashqari yana bitta L-fukoza bor. L-fukoza ona sutiga tenglashtirilgan kuchli, ya'ni juda ham tarkibida vitamini, mikroelementlari juda ham ko'p va undan tashqari dihidrokvartitsin bor. Dihidrokvartitsin bu ham tabiiy antibiotik, tabiiy tozalovchi, kuchli tozalovchi sifatida ishlatiladi. Hozir aptekalarda ham sotiladi bu narsa. Aptekalardan kirib so'rashingiz mumkin, bu nima deb sizga tushuntirishadi. Mana shunday mana shu moddalar hammasi biz gellarimiz tarkibida bor. Nima uchun biz 4 ta gelni birdaniga iste'mol qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda, misol uchun Angiolife degan gel hozir biz O'zbekistonga kirib kelgan 5 xil gel ko'rinishidagi, bitta tabletka ko'rinishidagi va bitta детский pitaniya 7 xil ko'rinishdagi mahsulot bo'ladigan bo'lsa, ana shu 4-5 ta gelimiz haqida hozir gapiraman. Nima uchun o'zi birinchi o'rinda 4 ta gelni iste'mol qilishimiz kerak, bazaviy dastur qilib. Sababi birinchisi o'sha Angiolife bo'ladigan bo'lsa, aynan sizni yurak qon tomirlaringizga qaratilgan qon tomirlarni tozalab beradi, varikozlarga ham yaxshi. Misol uchun deylik qanaqa hamma qon kasalliklari, ya'ni tomirdagi kasalliklar, o'sha tiqinlar, xolesterinlar, undan misol uchun gemoroy kasalligi ham olib qaraganingizda o'sha qon o'sha joyda yig'iladi-ku, keyin yoriladi, qoniydi. Ana shu holatda ham Angiolife yaxshi yordam beradi. Nafaqat ichasiz, uni tampon qilishingiz ham mumkin, yuzlaringizga surtishingiz mumkin. Deylik qo'llaringizga, butun badaningizga, tanangizga surtishingiz mumkin. Kimda agar varikoz bo'ladigan bo'lsa, o'sha varikozga ham bu narsani surtish mumkin va salaf aniq strech bilan o'rab qo'yishingiz mumkin. Endi yana Forte original, Forte vishnya, Forte gilos, Forte olma, yana 3 xil mahsulotimiz bor. Shunaqa 4 mana shu bazaviy dasturda ichida bittasi Angiolife bo'lsa, yana mana 3 ta Forte kuchaytirilgan detoks mahsulotlarimiz.
bu sizni deylik bittasi ichaklaringizga qaratilgan bo'lsa, bittasi buyrak, siydik qopi, bittasi arteriyalarga, limfalarga. Biz bilamiz, o'pkamizda ham arteriya juda mayda juda ana shunaqa kichkina qon tomirchalar bor. Ana shularga ham qaratilgan. Ana shular ham tozalanadi, limfalar ham tozalanadi. Butunlay organingiz tozalanadi. Har bir mahsulotimiz gelimizni ustiga detoks deb yozilgan. Detoksdan tashqari plazma deb yozilgan. Demak, plazma bu o'sha laminarian plazmasi olingan. Detoks bu kuchaytirilgan tozalovchi. Siz bu mahsulotni ichganingizda tozalovchi bo'lgani uchun siz faqat butun organizm tozalanib, siz kuchsizlanib qolmaysiz. Chunki buni tarkibida ozuqasi ham 140 xil mikro-makro elementi bo'lgani uchun ham tozalanasiz, ham hujayralaringizga kerakli bo'lgan ozuqalarni berasiz. Chunki biz hozirgi paytda ekologiyamiz yaxshi emas va yeydigan ovqatlarimiz toza emas, sintetika ko'proq yeymiz, ham dorilangan mahsulotlarda, ya'ni meva, sabzavotlarimiz ham dorilangan. Biz buni bilamiz. Hech qaysimiz o'zimiz agar огородimizda yetishtirsak yoki mevani yoki sabzavotni, unda biz bilamiz bu toza. Lekin biz chetdan olib kelib magazindan olib yeyapmiz, ichyapmizmi? Demak, buni tarkibi baribir dorilanganini biz bilamiz va mana shunday organizmimizda ko'p zararlimiz. Shuning uchun har bitta mahsulotimiz, har bitta gel kompaniyani prezidenti aytishi o'zi doim shunday deb gapiradi. Har bir insonni uyida, stolida bo'lish kerak, ovqat sifatida bo'lish kerak. Siz o'sha o'zingiz chetdan yegan deylik, o'sha yarim tayyor ovqatlar yoki o'sha dorilik deylik, sabzavot mevalarni yeganingizdan keyin misol uchun buni yesangiz, demak bu sizga katta yordam beradi. Birinchidan tozalaydi organizmingizni, ikkinchidan ozuqasini, ya'ni kerakli bo'lgan ozuqasini beradi. Shuning uchun siz gel yeganingizda qorningiz ochmaydi boshida keyin yeysiz. Boshida qanaqadir ovqat yegingiz kelmaydi. Chunki o'sha sizni hujayrangizga ozuqa och hujayralarni to'ldirib bergani uchun qandaydir yegingiz kelmay yuradi. Noma'lum muddat o'tgandan keyin o'sha qorningiz ochishni boshlaydi. Men ham masalan mahsulotni ichganimda 1-2 oy shunaqa yurganman. Ovqat yegim kelmagan. Mahsulotni ichganingizda, misol uchun, birinchi o'rinda energiya beradi, sizga kuch-quvvat beradi, charchoqlaringiz bo'lmaydi, uyqular yaxshilanadi. Qabziyat qiynayotgan bo'lsa, bu ham yaxshilanadi. Lekin buni tarkibida alginat bo'lgani sababli siz albatta mahsulot iste'mol qilganingizda suv ichishingiz shart. O'zi ochiskada hamma suv ichadi. Buni biz bilamiz, suv ichish kerak. Lekin aynan bu mahsulotni iste'mol qilganingizda alginat bo'lgani sababli, alginat bu sorbent, ichga kirgandan keyin o'sha hamma shilhaklarni, toksinlarni o'ziga shimib oladi. Shimib olish bilan birga biz organizmimizdagi suyuqlikni ham birdan shimib oladi. Ajratib o'tirmaydi-da. Bu toksin, bu suv deb ajratmasdan birdan shimadi. Va u semiradi, semirib ichakdan chiqib ketish qiyinlashadi. Shuning uchun biz agar suv bilan iste'mol qilsak, uni tezroq chiqaramiz, ya'ni tez chiqib ketish kerak. Shuning uchun har ikkita qoshiqni yeganingizda, bitta qoshiqni yedingiz, 1 stakan suv iching, ikkinchi qoshiqni yedingiz, yana 1 stakan suv iching. Keyin yarim soatdan keyin ovqat yeyishingiz mumkin. Undan tashqari, demak, siz kechqurun yana yotishdan oldin 2 qoshiq ichasiz, 2 stakan suv ichasiz. Kun davomida suv balansingizni ushlaysiz. Ya'ni kun davomida ham suv ichishimiz kerak. Albatta ko'proq. Ya'ni suv o'zi ham, misol uchun, organizmimizni yuvishga yordam beradi. Qonni ham suyultirishga yordam beradi. Lekin shunday og'ir metallar borki, bizning organizmimizda, misol uchun, suv bilan u chiqib ketmaydi. Misol uchun, parazitlaringiz chiqib ketmaydi. Tosh bor, kimdadir qum bor, kimdadir tuzlar yig'ilgan. Buni biz suv bilan chiqazib yubora olmaymiz. Buning uchun biz shunday maxsus tozalovchi, kuchaytirilgan detoks mahsulotlarni iste'mol qilsak, demak, organizmimizga juda zo'r katta yordam bergan bo'lamiz. Ana shu 4 ta bazaviy gel birinchi o'rinda ichiladi va undan keyin artroplast mahsulotini ichishingiz mumkin. Lekin sizda agar bel og'riq deylik, oyoq og'riqlar,
umuman bo'g'im kasalliklari, bo'yin og'riqlari, osteoxondrozlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha 4 ta gelni iste'mol qilgan paytingizda birdan artroplastni ham qo'shib iste'mol qilishingiz mumkin birga. Agar siz bu uncha hozirgi paytda bezovta qilmayotgan bo'lsa bo'g'imlaringiz, unda artroplastni 4 ta geldan keyin iste'mol qilsangiz yaxshiroq. Og'riq bo'lsa, demak, birdaniga iste'mol qilishingiz ham hech qanday sizga zarar keltirmaydi. Artroplast tarkibida yuqorida aytib o'tilgan hamma moddalar bor va undan tashqari uni tarkibida glutazamin, xondroitin bor. Demak, bu sizni bo'g'imlaringizni moylab beradi, ya'ni suyuqligini tiklab beradi. Bizni bo'g'imlaringizda suyuqliklar yo'qolsa, shamollash oqibatida deylik suyuqliklar yo'qolsa, bo'g'imlar keyin bir-biriga mamday tekkan paytida suyuqlik bo'lmagani uchun, masalan, shamollashlar oqibatida o'sha yemirilishlar boshlanadi. Endi agar biz artroplastni ichsak, undagi xondroitin bilan glutazamin o'sha suyuqligingizni tiklab beradi. Shuning uchun aytyapman sizga moylaydi deb va uni orqasidan o'sha yemirishlarni qayta tiklashga yordam beradi. Faqat 10 kun ichish yoki bir oy emas, uzoqroq muddat ichishingiz kerak. Chunki o'sha yemirilishiga ham nechadir vaqtlar o'tganda, o'z-o'zidan bir kunda yemirilib qolmagan u. Qanchadir muddatlarda, deylik, yillar davomida shunaqa yemirilishgacha keladi. Boshida deylik oyog'ingiz bitta og'rib qo'yganida e'tibor qilmaysiz, belingiz bitta og'rib qo'yganda e'tibor qilmaysiz, chunki u doimiy og'rimaydi. Bitta og'riydi, to'xtaydi, bir og'riydi, to'xtaydi. Bizga belgi berib boryapti, lekin biz o'sha oxirgi daqiqalargacha o'sha oyog'imiz yurolmay qolib yoki belimizda kuchli og'riq yoki bo'ynimiz, bo'g'inlarimizda kuchli og'riq boshlangandan keyin biz doktorga murojaat qilamiz. Ungacha bizga berilgan o'sha belgilarga e'tibor qilmaymiz. Bu mahsulotlarni iste'mol qilganingizda, demak, siz o'sha hujayrangizga kerakli bo'lgan o'sha xondroitin, glutazaminlarni berib borasiz. Agar siz necha oylar uni birga ichadigan bo'lsangiz, bu sizga yaxshi rezultat beradi. Demak, sizni o'tirib turishlaringiz yengillashadi, zinadan chiqib tushishlaringiz zo'r yengil bo'lasiz. Umuman o'zingiz yengil bo'lasizda. Mana prosta tasavvur qiling, yog'landi, moylandi, sizni o'tirib turishlaringiz ana shunday yengil bo'ldi. Endi yana bitta mahsulotimiz bor, bu Sensation mahsuloti. Yuqorida aytib o'tilgan moddalar bilan birgalikda uni tarkibida arabinogalaktan, betulin, keyin echinatsiya, romashka, keyin yana shipovnik, biz bularni eshitganmiz, echinatsiyani ham eshitganmiz va undan tashqari, demak, qora sedana bor. Qora sedanadan tashqari spirulina bor. Bular hammasi o'sha Sensation mahsulotiga birga jamlangan. Shunday bitta deylik tabletkachasini yeganingizda siz birdaniga 140 xil mikro-makro elementni fukaidan, betulin, arabinogalaktan, L-fukoza, D-gidrokvartitsin, undan keyin qora sedana va spirulinani birdan siz bitta tabletka yeganda iste'mol qilasiz degan. Spirulina bu bizga aminokislota, bu bizni mushaklarimizni mahkam ushlab turadigan modda. Qora sedanaga keladigan bo'lsak, juda ko'p yillardan buyon, asrlardan buyon biz bilamiz, bu juda kuchli ming dardga davo. Juda bu ham kuchli antioksidant, kuchli antibiotik sifatida ishlatiladi. Tabiiy bular hammasi. Undan tashqari betulin yo arabinogalaktan, bu fukaidan, demak, onkologiyaga qarshi ketadi. Shuning uchun bu mahsulot velikolepnaya восьмерка deyiladi. Muhtasham 8talik deyiladi. Mana shunday kuchli mahsulot biz O'zbekistonda hozir bor va bugungi kunda kim aynan Sensationni olaman desa, o'zi narxi 560 ming so'm turadi. Hozir 30% skidka bergan shu mahsulotga 6 kun ichida, ya'ni kecha bu skidkani bergan, demak 6 kunga, oyni oxirigacha siz agar olaman desangiz, o'sha 390 ming, 392 mingga olasiz. Undan tashqari Angiolife yurak qon tomir kasalliklariga qaratilgan gel
va Forte Original bu aynan ichak tizimi uchun. Ana shu ikkita mahsulotimizga ham skidka berilgan, o'zini narxi 280 ming so'm. Buni siz hozir 228 ming so'mga olishingiz mumkin. Yana siz misol uchun deylik kompaniyani O'zbekistonda berilgan deylik sovg'alari bor, aksiyalarida qatnashishingiz mumkin va aksiyalarda ham olishingiz mumkin. Endi yana bitta mahsulotimiz bor. Bu детский питание, bolalar ozuqasi, bolalar ovqati. Atigi 23 ming so'm turadi. Uni ham siz sovg'a bilan olishingiz mumkin. Bu ham yod bilan boyitilgan bolalar pyurechasi. Buni hamma bolachalarimiz uchun berishimiz kerak. Birinchi o'rinda gichasi bor bolachalarni, to'g'rimi? Yo'qotish kerak. U intoksikatsiya bersa qancha joyi bolani kasal bo'ladi, ko'ngli ayniydi, ichi ketadi yoki ichi qotadi deylik, yoki ovqat yemaydi, yoki ko'p ovqat yeydi, yoki ko'p shirinlik yeydi. Mana shu narsalarni hammasiga demak детский питание bersak, bu juda yaxshi ta'sir qiladi. Undan tashqari bolachalarimiz hozirgi paytda 3ga kirgan, 4ga kirgan, tili yaxshi chiqmagan, gapira olmaydi. Yaxshi gapira olmaydi deylik, yoki duduqlanadigan bolalarimiz bor, yoki bo'yi yaxshi o'smaydigan bolalarimiz bor. Детский cerebralniy paralij kasalliklari, autizm kasalliklarimi farqi yo'q. Qanaqa bolalar kasalligi bo'lsa, chunki yuqorida aytib o'tdim, klinik испытание qilingan 7 ta yo'nalish bo'lsa, aynan bolalar kasalligida ham zo'r bu klinik tekshiruv qilingan. 1 kun emas, 2 kun emas, 1 yil emas, 7 yildan 9 yilgacha gellar, hamma gellarimiz, pyurelar va har bir mahsulotlar, sensationlar ham hammasi klinik tekshiruv qilingan. Tasavvur qiling, 7 yil yoki 9 yil bitta mahsulot butun deylik o'sha yurak infarkt, insult, давление deylik yoki deylik oshqozon ichak tizimi kasalliklarida shuncha yildan buyon tekshirilgan mahsulot hozirgi paytda bizgacha yetib kelgan. Kompaniyalar juda ham ko'p. Men oldin o'zim boshqa kompaniyalarda ham ishlaganman. Mahsulotlari hammasida bor. Yaxshi texnologiya, oxirgi texnologiyalar bilan tayyorlangan mahsulotni yomon deb bo'lmaydi, hammasi yaxshi. Shuning uchun dunyo bozoriga chiqqan ular. Lekin bitta bizni kompaniyani ustunlik tomoni bor. Hamma kompaniya sizga o'zini sertifikatini ko'rsatadi. Kosher, anaqa Izrail bergan deydi. Chunki Izrail hamma mahsulotga o'z-o'zidan sertifikat berib qo'ymaydi. Juda kuchli tekshiruv bilan beradi. Yoki halol sertifikati bor deydi. Yoki GMP butun dunyo jahon standartiga javob beryapti deydi. Yoki Nasr Arabistonni va boshqa sertifikatlar bor deb ko'rsatishadi. Bular hammasi bizda bor. Xuddi ana shu sertifikatlar bizda bor, lekin boshqa kompaniyalarda yo'q sertifikat. Bizda bor. Bu klinik tekshiruvdan o'tgan va samaradorligi aynan insonlarda tekshiruv qilib isbotlangan degan sertifikat ana shu 7 ta yo'nalish, ya'ni kasalliklar bo'yicha bor. Buni sizga hamma kompaniya ko'rsatib bera olmaydi. O'zini sertifikatlarini ko'rsatadi, lekin aynan klinik tekshiruvdan o'tdi degan sertifikatlarini ko'rsatib bera olmaydi. Bu bizning ustunligimiz, boshqa kompaniyalardan ustunligimiz shunda. Endi bolalar mahsuloti, bolalar va onalar va bolalar eko mahsulotlari yarmarkasi juda katta deylik, katta выставка, seminar bo'lgan. Bu Yevropada o'shanda bu birinchi o'rinni olgan. Shunaqa nominatsiyasi bor, buni birinchi o'rinni olgan. Bu Yevropada, Rossiyada oltin ayiqcha degan shunaqa proyekt bo'lib o'tgan. Bunda ham onalar va bolalar eko mahsulotlari reklama qilingan va shu yerda ham bu birinchi o'rinni olgan. Mana shunaqa buni nagраждениялari bor. Bu mahsulot eksklyuziv sanaladi. Dunyo bo'yicha yagona. Nafaqat детский mahsulotimiz, hamma gellarimiz, tabletka, sensation ham, hammasi, даже kosmetikamiz ham hammasi eksklyuziv sanaladi. Ya'ni bu dunyo bo'yicha unikalniy bitta yagona mahsulot. Biz bilamiz, kompaniyalarning mahsulotlarini tarkibini o'rganamiz-ku, deylik, qora sedana, qizil qo'ziqorin yoki spirulina yoki deylik omega 3, omega 6, magniy deb gapirishadi-ku. Bizni mahsulotimiz laminariya bo'lsa,
hali bironta kompaniya laminariya ishlab chiqarayotgani yo'q va sotayotgani yo'q. Shuning uchun bu mahsulot yagona sanaladi, eksklyuziv, unikalniy produkt sanaladi. Mana shunday mahsulot hozirgi paytda biz O'zbekistonga kirib kelgan va mana 3 oy bo'ldi. 3 oydan buyon biz bu mahsulotni insonlarga reklama qilyapmiz, sotyapmiz va iste'mol qilyapmiz, natijalar ham olyapmiz. Va hali juda ko'p natijalar olamiz. Shifokorlarimiz bu narsani eshitishyapti, olishyapti. Mana endi o'zlarini bemorlarida bu narsani qilishsa, ichirib natija olishsa, bu bizani yutuqlarimizdan, katta yutuqlarimizdan bo'ladi. Mana shu 7 xil mahsulot, O'zbekistonda 10 xil mahsulot registratsiya bo'lgan. Hozir sizga gapirgan 7 xil mahsulotimiz O'zbekistonda bor. Qolgan yana 3 ta mahsulot bu oyga, oktyabr oyiga kirib keladi. Bu kollagen. Kollagenni bilasiz, anaqa baliqniki va mol ho'kiznikidan qilingan, ho'kizni ana suyaklaridan qilinadi. Mana shunday kuchli, bu ham tarkibiga laminariya kiritilgan, buni ham tarkibiga vitamin C guruhlari kiritilgan, faqatgina o'sha kollagen emas, bu o'sha 140 xil mikro-makro elementi bor kuchli kollagen sanaladi. Mana shunday kollagen Xudo xohlasa bu oilada biz olamiz va kosmetika. Kosmetikamiz ham eko kosmetika sanaladi. Bu magazindagi kosmetikadan juda katta farq qiladi, chunki bizni mahsulotimiz o'sha eko kosmetikamiz ham tirik, tabiiy mahsulot deyiladi. Ya'ni hech qaysi kremni magazindan olganingizda olib yeb ko'rmaysiz-ku, to'g'rimi? Yuzingizga surtasiz, qo'lingizga surtasiz, tanangizga surtasiz, lekin hech qachon uni yeb ko'rmaysiz-ku. Bizni kosmetika eko mahsulot bo'lgani uchun bemalol yeb ko'rishingiz mumkin, chunki buni prezentatsiyasida aynan yeb ko'rsatishgan bizga. Bu 100% ham yeshti, ham mashti, ham yeng, ham surting deyiladi-da. O'sha gellarimiz ham xuddi shunday, ham yeyishingiz mumkin, ham surtishingiz mumkin. Deylik, biron joyingiz kuyib qoldi. Kuyib qolsa, siz bemalol birdaniga gelni suring. Qo'lingizda agar o'sha gel bo'lsa, surishingiz mumkin. Yaxshi rezultat beradi. Yoki yaralar bor, yoki qandli diabetdan, yoki deylik teri kasalliklarida zo'r natijalar bo'lgan. O'zimiz O'zbekistonda bo'lgan, yaqindagina o'shani kimdir голосовой, ya'ni ovozli xabar qilib tashlagan, gruppaga tashlagan edim, eshitgan bo'lsalaringiz, ya'ni o'sha qo'lida, o'sha yuzida har xil o'sha anaqa toshma bo'lgan, dermatitmi u bilmayman, teri kasalligi, mahsulot ichmasdan prosta surishni boshlagan. Hali ichmasdan surishni boshlaganda bir kunda o'sha natija olgan. Bir kunda o'zgarish bo'lgan. Undan keyin mahsulot olib ichishni boshlagan. Ovozli xabari bor, eshitishlaringiz mumkin, gruppaga tashlaganman bu narsani. Shuning uchun agar sizda Angiolife bo'ladigan bo'lsa, bemalol surtishingiz mumkin. Ham yeysiz, ham surtasiz. Gemoroy kimda qiynayotgan bo'lsa, qonab turgan gemoroy bo'lsa, tampon qilinglar, bir kunda natija olasizlar, bir kunda. Bu o'zimizda bo'lgan natijani aytyapman. Bir kunda natija qilganmiz gemoroyda. Shuning uchun Angiolife eng kuchli mahsulot deb sanayman va mana ish boshlaganimizga 3 oy bo'lgan bo'lsa, 3 oydan buyon Angiolife iste'mol qilaman. Birinchidan, Angiolife nima uchun iste'mol qilaman? Biz уже yosh emasmiz. Demak, masalan uchun 30 yoshdan keyin, demak, odamni organizmida o'sha qarish jarayoni nima deydi, tezlashib boradi-ku. Demak, biz har xil go'sht yeymizmi yoki ko'chadan har xil ovqat yeymizmi, yog'li narsa yeymizmi, o'sha qon tomirlarimiz devorlari qalinlashib ketadi. Qalinlashib o'sha joylarda har xil deylik toksinlar yig'iladi yoki quyqalar yig'iladi. Biz doimiy agar alfa verterani Angiolife'da ichib yuradigan bo'lsak, o'zimizni aynan yurak kasalliklaridan himoya qilamiz, qanaqa davleniyadan himoya qilamiz, chunki qonni suyultirib tozalab bersa, yaxshi aylansa, bu sizni yutug'ingiz, meni yutug'im
yuragimiz bunga rahmat aytadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Ichib yuringlar doimiy. Agar sizni sochlaringizda to'kilish bo'lsa, to'kilayotgan bo'lsa, kimni sochi ko'p to'kilayotgan bo'lsa, boshlaringizga maska ham qilishlaringiz mumkin. Maska qilib 2 soat o'rab qo'yib, keyin yuvib tashlasangiz bo'ladi. Mana shu mahsulotlar haqidagi ma'lumotlarim edi. Kimdadir savol bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Savollar yo'q bo'lsa, unda xayrlashamiz. Hammaga xayrli tun tilayman. Yaxshi dam olinglar. Ertaga Xudo xohlasa yana uchrashamiz. Hammalaringizga meni eshitganlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman va rahmat aytaman, chunki hammani vaqti o'zi uchun qadrli. Vaqtlaringizni ajratib eshitganlaringiz uchun rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha deb xayrlashaman. Yaxshi dam oling.